Yashil dunyodan uy so'raganlar uchun hozirdan bitta like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Yashil dunyo Elta House domlarining orqa tarafida 7 qavatlik yangi g'ishtli uylarning 7-qavatida umumiy maydoni 57 kvadrat bo'lgan tayyor Yevro remont uyimiz sotuvda. O'tgan safariga xuddi shunday remontdagi uyimizga yetolmay qolgan edi. Yana bitta variantimiz chiqib qoldi. Tezda shoshilamiz aziz obunachilar. 3 ta xona tayyor remontdan chiqqan uy aziz obunachilar. Shunday kirib yashaydigan joy. Ha aytgancha 7 qavatli uy, lift bez muammo ishlaydi. Derazalar to'liq hammasi reshetka qilingan, ya'ni bezopasniy. Ko'rib turganingizdek, tepada natojniy potalaklar, yorqin aboylar, aslo muammosi yo'q. Hamma xonalar razdelniy. To'g'rimiz esa mehmonxonasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mehmonxonasida aynan balkon joylashgan. Shundoqqina chiqib qarasangiz, Elta House domlari shunaqa ko'rinib turadi. Ko'rib turganingizdek, 7 qavatli uylarda bo'lib turibdi, g'ishtli uylarda. Tepa etaj deydiganlar uchun lift bez muammo ishlaydi. Liftda chiqib tushasiz, hech qanday muammosi yo'q. Narxini aytib o'tishimdan oldin tekin bo'lgan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Mehnatimizni ozroq qadrlagan holda, bunda esa detskiy xona desak ham bo'ladi. Detskiy xonasi ko'rib turganingizdek, narxi 425 million so'm deb baholandi. Agar naqd pul bilan kelsangiz, kelishadigan joylar mavjud. Ko'rib turganingizdek, reshetka qilingan aytib o'tdik. Tepalari natojniy potalaklar qilingan. Faqat naqd va iklamchiga sotiladi. Bu esa o'ng qo'limizda dushovoy. Eng asosiysi ikkalasi alohida razdelniy, ya'ni hojatxona va dushovoy. O'ng qo'limizda esa yana hojatxonasi hisoblanadi. Kommunalkalarda muammo yo'q. 7-etaj suv qanday chiqadi? Pastga motorlar qo'yilgan, aslo muammosi yo'q. Suvlar juda zo'r chiqadi. To'g'rimiz esa oshxona. Oshxonagacha aboy qilib qo'yibdi. Ko'rib turganingizdek, katta yo'llar bor, ishlaydi. Tezda shoshilamiz. Bunaqa variantlar, bunaqa tayyor uylar har doim chiqavermaydi aziz obunachilar. Hujjatlarda aslo muammo yo'q, sirasi nomimiz o'tadi. Demak, naqd va iklamchiga beriladi. Narxi 425 million so'm. Bog'lanish uchun nomer har doimgidek 99 kod bilan 716 53 78 WhatsApp, Telegram, imo hamma ishlaydi. Bemalol 24/7 aloqaga chiqishingiz mumkin.